Hozir Femes sahroda ochilib kutib turibmiz. Kuni kecha bo'lgan voqea. Ikkita musulmon birodarimiz ochilib kutib olamdan o'tib ketgan. Ha azizlar, bu shu achinarli holat shu musofirda bo'lgan va kimning qo'lidan? Biz o'zimiz musulmonlarning qo'lidan. Femes sahroga kelamiz, ochilib kutganda patent olish uchun hamma yuguradi, oldinga harakat qilamiz, bir-birimizni qisamiz, turtamiz. Ikki tomonimizda panjara bo'ladi. Shu panjaraning ichida qolib ketib, o'lib ketgan odamda ustiga odam bosib ketganman. Men ko'rmaganman, lekin shu holatni aytishdi. Azizlar, biz uchun achinarli holat bu musofirda. Biz o'zimizni musulmon birodarimizga zolim bo'ldik umriga. Nega biz buncha o'zbek, tojik va boshqa millat hozir aytmayman. Chunki o'zim tojikman, O'zbekistonda yashayman. Nega buncha befarosotmiz? Tojikistonlar bapesh deymiz. Men bu o'zbeklar, o'zbekmiz o'zimizga bekmiz deymiz. Qani bekligimiz, qani bapeshligimiz? Mana shu befarosotligimiz, Bir neyki bu Femesda poyezdda bo'ladimi, samolyotda bo'lmadimi, qayerda kutish ochiladi bo'lsa, shu yuguramiz, oldinga yuguramiz, befarosotlik, bemadilik qilamiz. Men bu millatlilar bizni qadrlashmasa, keyin o'ksinamiz. Bizni hurmat qilmaydi, bir tinga olmaydi. O'zimiz sababini qilyapmiz-ku. Kelinglar sababini qilaylik, bizni hurmat qilishlari uchun. Odobli bo'laylik, til bilaylik, chiroyli kiyinaylik, pulni bir har narsaga, harom narsalarga sarf qilmaylik-da, chiroyli kiyinib, muomala madaniyatimizni o'zgartiraylik. Xushmuomalalik, xushfe'llik. Mana bu ochiratda kutganda iminni akkuratni mana simpatiyni bo'laylik. Astanovkadan e'tibor qilasizlarmi Rossiyada? Uzun bo'lib ketadi. Nega oldinga harakat qilishmaydi? Nega birinchi kirib ketdi deyishmaydi? Qo'pol bo'lsa, mana bu yerda Bahor kafe hojatda kelishadi, kirib ketishadi. Rasul madaniyat yo'q bizda. Biz shuni bir-birimizni eslatib turib, hayotda bir mazmunli yashashimiz kerak. Meni gapirganlarimni men shu tomonda qabul qilinglar. Meni tushunganlarga rahmat, kattakon, borlaringizga shukr. Inson bo'lib yashaylik.